har bir qizning boshidan o'tgan holat. Balo qazoda qayerdan chiqib keldingiz? Ha, tirik murda qayerdan kelyapsan? Namuncha xantiraysan? Sog'liq garovi sportda opa. Wow! Sog'lom tandan nosog'lom aql unda. Gapni aylantirma qayerdan kelyapsan? Opa, namcha chiroyli bo'lib ketdi. Sochim bo'yadim-da. Voshye siz az ko'nglingizni qarang. Voy, chiroyligingizni qarang. Jolib ketibman. Opajon, siz bunaqa holatda ko'chaga chiqmang, xo'p? Nimaga? Sizni o'g'irlab ketishadi, opa. To'g'ri aytasan. Indamay uyda o'tiraman. Balo qazodan qutuldim. Endi kasofatni bekitish kerak. Kecha qahharam aytmadi chiroylab ketgansan deb. Endi tashna ko'rinmaydi. Nima uchun? Bog'ni qilgan ekan san'atidan gulga makon, tokinim astaslab o'tsa shamoling dama. Jonga tegdi. Aytaman. Yo'q, aytamas ekanman. Nima qilsam bo'ladi sani? Happy birthday! What? С днем рождения! Da? Seriozna? 8 dekabr bilan. Menga qarang, singiljon, siz tug'ma shunaqa ongi pasmisiz yoki buning uchun maxsus kurslarga qatnadingizmi? Nenormallik. 8 dekabr qanaqa kunligini bilasanmi? Opa, nima munosabat bilan o'zingiz hal qiling. Lekin mashi sizga. Mangami? Voy, buni kattaligini qara. Xonamda yarmini egallab oldi-yu, qaysi kallang bilan olib kelding buni? Ha, singil degan. Opamga tush, pomada kerak narsalarni olay demaydimi? Bu qanaqa? Bugun 14-fevral. Chipra!